P008-26-yili keldi jigga. Sotuvimizga tayyor o'qlab qo'yganmiz. Avtomobil pushka, ko'pchilik bu avtomobilni biladi. 360 kameralari bor, katta diskalada, lidar bor, besklyuchovoy dostуп, mashina xullas dahshat. Salonni hozir o'zingiz ko'ringlar. Aynan shu avtomobilda qoraga qora salon va qoraga apelsin rangi ham albatta bor. Двойной panorama bo'ladi, monitorlari bor, multirul, tablo. Xullas eshiklarni o'zingiz bilasizlar. Mana shu knopkani bosib ochasizlar. Massaj, obduv, abagrev, pamit sиденья, xullas nima komfort, nima navarot do'p opsiyalar bo'lsa, hammasi bor. Orqa sиденьялari kapitanskiy bo'ladi. Va mana 6 kishilik sиденьялар jiga. Mashinani bosib yuborish kerak. Narxi 32800 Port Avtoda turibdi. Kelib bemalol narxini savdolashib, yana skidka olsanglar bo'ladi. Komplektatsiyasida o'zini bыстрый zaryadkalari bor, bagajini ko'ryapsizlar, juda ham keng, заводской subwooferlari bor. Imamiy sidеньяларni yotqizib qo'ysanglar, yana keng bagaj bo'ladi. Ham oilaviyga, ham o'zingizlar haydashinglarga juda ham yaxshi avtomobil. Narxi ham xudo xolasa cho'tki 25 emas bu, 26. Kelinglar, bosib yuboringlar. Meni nomimdan kelsanglar, albatta cho'tki skidkalar bo'ladi. Kommentda kelgan bitta yozib ketinglar. Aynan shu avtomobilga necha nomer taqqan bo'lardingiz? Mana mana shu yerda sizni chiroyli nomeringiz turishi mumkin. Hozirgi kunda bilasizlar-ku, xohlasanglar isminglarni yozib olinglar, xohlasanglar qanaqadir nik qo'yib olishinglar ham mumkin. Men kommentda javobinglarni kutaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.